Faqat sekinroq kuyov. Sekinroq. Dadajon, hozir siz bilan relaks massaj qilamiz. Tayyormisiz? Kuyov? Bu oyoq gapirmay turibdi-ku. Qani qaynota, oyoqlaringiz ozgina bo'lsa ham bo'shashdimi? Bo'shashku mayli, ishlamay turibdi bu. Ibi. Keling, yana bitta zo'ra bor o'shani qilamiz. Yo'q, kerak emas, qo'yla kerak emas. Qo'y kerak emas. Kuyov, bu ketdi-ku bu. Qani qaynota? Ketdi bu. Yengilmi? Ha. Oxirgisi bor, последнisi. Kulminatsionni Rahmat, yo'q. Yo'qni ko'rsatasanmi men? Uni ko'rsat. Yo'q, kerak emas. Iltimos, kerak emas. Qaynota zo'r bo'ladi ishoning. Zo'r bo'ladi. Iltimos. Qani? Ha, bo'yin qachmini ketdi. Kuyov bo'lsa shunday bo'lsin. Qaynotani massajcha qilib o'tiribdi. O, qaynota mamsiyasi, kelin qani o'zi sizni kutib o'tirgandim. Belchilaringizni bir relaks massajlar qilib bering, keling. Kakrasda 40 yildan men massaj olmagandim. Belim ana sherisida tuzib bor. Bitta massaj qiling. Buni faqat teshig'i salli to'rab ekan-a. Amsiyani kuyovi. Akuzi biyegri qilding-ku. Qarang, keling, oxirgisi. Yo'q. Oxirgisi. Ha, kerak emas. Amsiya. Nimaga aytmadingiz? Aytdim, aytmadingiz-ku. Balandroq aytish kerakdi. Dadajon, mendan xafa bo'lib yuribsizmi? Xo'p, mayli, tiyaman erga. Faqat bitta shartim bor. Chachpitiga tiyaman. Bu ortiqcha bitim buni. Ha, shunaqa. Ismi Chachpiti. Eng so'nggi versiyadagi robot dadajon. Assalomu alaykum. Sizga qanday yordam bera olaman? Qizim, bu odam yo'qdimi? Odamni boshim yo'ramanmi dadajon? Xohlagan paytim yoqib qo'yaman, xohlasam o'chirib qo'yaman, xohlagan mavzuyimda xohlaganimcha guring qilaman. Xohlagan ishimni qila olaman dadajon. Bundan ortiq nima kerak yana? Bo'lmasa kuyov bilan bir suhbatlashaylik. Qo'yib, sizga qanday yordam bera olaman? Oting nima aytdi? Cho'michmi, chagardom nima? Mening ismim Chachpiti. Ha, Chachpiti. Qo'lingdan nima keladi? Men dunyodagi hamma bilimlarni miyamda to'plaganman. Ha, nechinchi yilsan? 2024-yil ishlab chiqarilganman. Ha, go'ydak ekansan. Og'zingdan ona suti ketmagan. Ona suti haqida ma'lumot beraymi? Ma'lumot kerak emas. Yeroqlarni bilasanmi? U uchun pro versiyaga ulanishingiz kerak. Oila nimaligini bilasanmi? Oila bu ikki jins vakili turmush quradi. O'rtada farzand paydo bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumot olishni xohlasangiz pro versiyani yuklab oling. Hamma narsa pro bo'lyapti-ku senda. Ha, robot sana? Xuddi shunday. Sandan unaqa narsa bormi? Nima? Nimachi? Nima u? Ha, bulbul, chumchuqsimolar oilasiga mansub bo'lib 20 ta turi mavjud. Soatiga 50 km tezlikda ucha oladi. Nimani so'rayapsiz dada? Dadangiz bulbul haqida ma'lumot so'radilar. Dadajon, so'rashga boshqa mavzu yo'qmi sizga? Endi oila kerak bo'ladi deb o'yladim-da. Dadajon, kerak emas. Hamda bilan nimani yeng? Yaxshimisiz? Men qarang, mana shu to'y egasi bilaman. O'g'lim to'y bo'lyapti. To'y boshlangan odamlar kutib qoldi. Moqat ishdi. To'y kabob. To'y kabob? To'y kabob yemayman. Men senga to'y kabob yeyman. Shashlik yeymiz. Hay, keltiramiz shashlik. To'y boshlangan. Hay, paqirdaman, boshlaymiz. Shashlik yegaylik. Ketdik. Biz akillik hech kim kelmasin. Qo'lingda tutib shuni. Hay, tushibdi-da, ye. Ras. Menga qarang. Shashlik yeymiz, keyin qo'shiq boshlaymiz, qaymi? Menga qarang, sizlar bilan yaxshiroq qo'shiqlaringiz bormi? Mani tanimaysizmi? Yo'q. Nimaga tanimaysiz? Seni nimaga tanish kerak bu? Sen mendan sobiribmisan, sen taniydimi? Tanishtir o'zingni. Men o'zim tanishtiradigan bo'lsam, Kuala Lumpur xalq artisti Quvondi Qalampirman. Ana Quvondi Qalampir deyman buni. Nimaga qalampir bu? Mani qo'shiqlarim odamning qalbiga qalampirdek botgani uchun Quvondi Qalampir. Yomon achchiq shunday qo'shiqlar. Avo. Bu yo'g'a mana 5 zapaska deyman. 5 zapaska. Nimaga bu yoq zapaska? Endi buni tomoq og'rigan paytda zapasda men aytaman-da qo'shiq. Bu yoqda ham oxirgi sasda bu yoqqa 6 oy tintin. Nimaga tintin? Ana shu. To'yga tinglatadi.
Menga qaranglar. Hozir odamlar keladi, kayfiyat ko'taradigan muzikalardan qo'yinglar. Xo'p. Shashlik keldi. Shashlik yeymiz keyin. Keldi, olib kelaman. Hozir olib kelaman. Shashlik harakatini qiling. Shashlik siz gapirmaymiz. Dadam sizlarga shashlik olib keldilar. Sasa, shashlik. Ye. Sizda zo'r talantingiz bor ekan, bilasizmi? Qayerdan bildingiz? Kelajakda zo'r qo'shiqchi bo'lasiz. Shunchalik sezilyaptimi? Ha, o yurishingizdan bildim hozir. Shashlik yegaylik, sashligi. Onun zo'r talanti bor ekanda. Hay talant hozir nima kerak? Shashlik yegaylik qani? Dadam qirq ketdam aka. Dadangda shashlik olib kelgan qiz borku. Shuni kasting qiladi deydi. Nimaga kerak ekan unda yana odam? Men dedim. Yere tekkanmisiz? Yo'q, ajrashganman. Oh, bilasizmi? Ichingizda alov yonib turibdi sizning. Shunday zo'r qo'shiqchi bo'lasizki siz. Talantingizdan odamlar hayratda qoladi. Nima bo'ladi? Bu kim? Dadam. Amaki sizda zo'r talantingiz bor. Bilasizmi qanaqa talant? Aktyorskiy zo'r sizni. Yuragi ana nima bo'ldi? To'yimiz yaxshigina tayoq yemay ketadi. Tur. Ha? Yo'q, dadasi yomon ekan. Tur. Oldi. Mikrofon qani? Menga qanaqa quvondiq? Nima patir desa, nima bo'ldi o'zi? Yo'q, dadasi urdi. Mikrofon aka, men eshitdim o'zi. Nimaga uradi? Qizi ekan. Qizi. Ha bo'lmasa boshlagaylik tezroq. Hey! Fleshkan, tiq fleshkan. Bugun Shahriyorjon va Gulnozaxonlarning vaqti sog'liq oqshomiga yig'ilgan ekanmiz. Shu fursatdan foydalanib biz o'z qo'shiqlarimizni boshlaymiz. Premyera qo'shiqlarimiz. Ha? Dada fleshga uyda qolgan. Ha? Dadang jonli ayta olmaydi-ku. Bilishgan top. Dada esdan chiqib uyda qolashi. Nimaga ishmi? Xo'pday gap eshitqani, hozir biz uchimiz ham o'ldiraylik, tezroq nima qilaylik. Cholni beraman, jonni ayting. Qanday aytadi jonli? Aytmaganman jonli. Xabaramagalik, sanam mana jonli. Talablarga binoan qo'shiqlarimiz davom etadi. Rostmi hammasi tug'ma. Ikkinchi kupletini aytma. Kayfiyatni qochirar. Orqangdagi dumba. Shunday qobiliyating bor. Hammaga ma'lum. Menga qara, qanaqa qo'shiq aytibsan? Dumba pumba desa, odamni o'tirib tikib berdi. Bu premyeramiz chumchuq dummas deyiladi. Men aytib o'tirman, ikkinchi kupletini aytma qo'yam. Ana uryapti, aytib o'tirman. Fleshkani yoningda bo'lib yursin deydim men senga. Men senga aytib o'tirib qo'yandim, ikkinchi kupletini aytma, ana dumbani aytding oxiri. Asalcham, bugun ko'rishamiz mardonimki joyda. Nima deysiz? Kim? Narchi qishloqdan jon-kecha topgan, shu bilan gaplashyapman, jim o'tiring qani. Dugonasi bo'lsa bir gaplashingiz, birgalikda maqlang. Katta odamimiz dugonasi bilan gaplashsizlar. Siz ham katta odam-ku. Alo. Ha jonim. Ey bu hamsa ham bilan chiqayotgan uchrashuv. Bironta dugonangizni ham olib chiqing siz ham. Ha. Bo'ldi, tamom. Shahardan joyda ko'rishamiz. Bo'ldi aytdim dugonasini olib chiqayotgan, faqat bizdan siyib. Mana. Yaxshi keldingmi jon? Ko'rib boqishingdan Nima? kuydirding go'zal qiz. Ha jonim. Kuydirding go'zal qiz. Shirin shakar so'zingdan Ana u nima qilib? shirin shakar Nima deysan, Ismat, gapir. Ismat, ovozing chiqarib gapir, nima deyapsan? Dugonasi yo'qmi? Patrda armiyada kasallik qo'zg'adim. Men so'rayman hozir. Jonim, dugonang olib kelmadingmi? Olib keldim. Dugosh. Nima deyapsiz? Bolasi chiroyli ekan. Menga kel.
Thank